Imom Buxoriy nihoyatda kuchli xotira egasi bo'lganlar. Basraga borganlar, 16 kun Basra masjidiga qatnab ilm olganlar. Endi Basra, Kufa, u yerda endi ilm ahlining eng peshvolari, Baytul Hikmatlar o'sha yerda. Katta allomalar o'sha yerga. 16 kun Imom al-Buxoriy dars olyaptilar, shogirdlar hadislar yozyapti. Imom Buxoriy hech narsa yozmayaptilar. 16-kunga kelib bitta odam Imom al-Buxoriydan so'raydi. Ey imom deydi. 16-kunga kelib. Ey Buxoriy, ey bolakay deydi. Endi Imom Buxoriy o'sha payt hali 20 ga kirar-kirmas, hali soqollari qalin bo'lib ulgurmagan. Ey bola dedi Imom Buxoriyga. 16 kundan beri qatnaysan. Na qo'lingda qog'oz bor, na qalam. Umrni ham shuncha isrof qiladimi? Umrni ham odam shuncha zoyi qiladimi deb Imom Buxoriyga nima qiladi? Nasihat qiladi. Imom Buxoriy aytadilar darsdan keyin, ustoz ketgandan keyin, hammang to'xtang deydilar. Hamma to'xtasin dedilar. Hamma to'xtagandan keyin 16 kun davomida dedilar, shu dars boshlandi. Hamma yozgan asarlarini, kitoblarini, hamma yozgan hadislarini chiqarsin. Chiqarishadi. 16 kunda 1000dan ortiq hadis yozilgan ekan. 1000dan ortiq hadis yozilgan. Hadislar ham sanad ham matn. 1000dan ortiq hadis yozilgan ekan. Imom Buxoriy 1000 ta hadisni sanadi va matni bilan birma-bir aytib beradilar. Yoddan. Birma-bir yoddan aytib beradilar. 20 yoshar bola.